Hammaga assalomu alaykum. Bugungi kunda Yevropa gazda ish jarayonlarimiz boshladi. Lokatsiyani qisqacha tanishtirib o'tamiz. Eski Betonka yo'li Jizzaxdan kelish, Sardobadan kelish yo'li. Bu tarafimiz Toshkentdan kelish uzgaz yo'l bo'ladi. O'sha yerdan o'ngga burilganda birinchi razvorat, ikkinchi razvorat mumkin razvoratdan qaytib olib Yevropa gazga kiraveramiz. Bugungi jarayonlarimizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. 65 litrlik gaz balonni almashtirib beryapmiz. Srogi tugab qolgan ekan, gaz ballonlarning srogiga e'tibor berib qo'yasizlar. Zamina xizmatlari ham bor gaz ballonning. Oldi shunday turibdi. Keyingi mashinamiz Cobalt bo'ladi. Cobalt avtomobiliga 90 litrlik metan uстановка qilib beryapmiz. Akkuratniy holda taglariga rezinkalarni cho'chib qo'yib, chanani tagiga ham qo'yganmiz rezinka. O'sha joylarga e'tibor berasizlar. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, oldi qismiga ustakamiz 1 minut qo'shib bering ustaga. Nima qo'yiladi bunga? Metana, X reduktor, Real farsunka original, Basico 24 ga 4 gaz qo'yib beramiz. Bu mashinamizga 4 million 400 ming so'm bo'ladi narx-navosi qiziqqanlar uchun. Keyingi avtomobilimiz Gentra. Legendarniy Gentra mexanikasi bo'ladi. Bunga zavodskoy gaz qo'yilgan. Zavodskoy gazi defekt bo'lib qoladi, o'shani biladi ko'pchilik. Farsunkasi ketib qoladi, o'shani hisobiga biz bunga X farsunka originalni qo'yib beryapmiz. Mier Stack 300 bu ham Xitoy originali, podelkasi emas. Agarda kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatdamiz, xalq xizmatidamiz, o'g'illar charchamanglar. Like bosishlardan.